Aka-ukalar, assalomu alaykum. Bugun mana telefonimiz buzilib qoldi. Endi qo'ldan tushib, sinib qoldi. Telefon olgani tanishimiz bordi, Savyolskiyda. Mana shu yerdan endi xudo xolasa qanaqa variantlar bor ekan? Nima xizmat bizga aka? Akajon, mana shu telefonimiz sinib qolgandi deng. Nima bo'ldi bunga? Qo'ldan tushib, Parchalab parchalab. Devorga otdingizmi? Yo'q, qo'ldan mashinadan tushib qoldi. Shunga aka, nima variantlarimiz bor? Shuni nima remont qilsak bo'ladimi? Ukam endi bizda har xil variantlar bor. Oldindan to'lov bilan bo'lib to'lashga bor. Agar imkoniyatingiz yo'q bo'lsa, iPhone 16 Pro Max qilib beramiz. Oldindan 1 so'm to'lovsiz ukam. Bo'lmasam siz bilan оформить qilishga boramiz. Mana akamiz yoniga уже оформить qilgani keldik. Aka, tushuncha berib yuborsiz endi. Mana shu Sizdan talab qilinadigan hujjatlar: pasport, migratsionka, studentskiy bilet va spravka kerak bo'ladi. Haqiqatan o'sha yerda o'qiyotganlik haqida spravka. Dogovor. Ishxonangizdan ish joyiga. yana bir anaqalar ham keladi, savollar ham keladi. Ishlaydigan patenti borlarga qanaqa Patenti borlarga ukam patent, registratsiya yoki amina, Moskva, Moskovskiy oblast bo'lsa, INN, pasport, трудовой договор. Asosiy brendовый telefonlar chiqaramiz, chunki 15, har xil 14, kompaniyalar bilan 13. biz ishlaymiz. 14, 13 da bor ular. Hozir naqqa ham xohlasangiz aytib o'taman, pricingizga kirib. Masalan, naqdga ham ko'pchilik so'rashyapti, qiziqarli bo'lyapti. Naqdga qancha deydi? 15 larimiz bor ekan, 128 ligi, nalichega 52 ming rubl. Yangi bilan. Android telefonlar ham Androidlar bor, S24 Ultra 12256 qora rangi bor, 67 ming rubl. aka-ukalar, mana 4-vaqtdan chiqqaninglarda 10 qo'lda keladi. Faqat to'g'riga yurasizlar. Mana Finansiy pomosh migrantlar. Mana Pa 147.